Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, hurmatli arab tili ixlosmandlari. Bugun sarf asoslari va tafsil sharh darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimizda fe'l boblari haqida gaplashamiz. Fe'l boblari desa o'zi nimani tushunish kerak? Uni ta'rifi qanday va uni qanday turlari bor? Va o'shalar haqida batafsil bir chekkadan gaplashib chiqamiz. Demak, darslarga kirishimizdan oldin bir eslatmani demak aytib o'tishimiz lozim deb topdim. Kanalimizda demak biz analitikasini ko'rib turibmiz. Bir qancha insonlar demak obuna bo'lmasdan ko'rishayotgan ekan. Obuna bo'ling, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'raymiz. Demak, videolarimiz yoqayotgan bo'lsa like bosing va izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Bir nima savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz, izohlarda yozsangiz albatta javob qaytaramiz. Bu narsa birinchi navbatda ilmni yoyilishiga, bu ilmiy kanalda ilmiy mavzular haqida gaplashyapmiz. Hammamizning maqsadimiz ham ilm olishdan maqsad odamlarga ilmni yoyish, tarqatish-ku. Demak, obuna bo'lsangiz, like bosib izoh yozsangiz, YouTube'da bu videolar yaxshi tarqaladi va demak ilmni yoyilishiga sababchi bo'lgan bo'lasiz. Va albatta bizga ham bu dalda motivatsiya bo'ladi. Demak, faqatgina yaxshiliklarga sabab bo'ladi bu ishlar. Demak, bugungi mavzuyimizga kirishamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Fe'l boblari. Demak, bob lug'atda eshik degan ma'noni anglatadi. Bob degani shu. Endi abbob uni jamligi. Jami. Fe'l boblari deganda, mana sarf fanida fe'l boblari desa nimani tushunamiz? Fe'lning mozi va muzori bilan birgalikdagi vazn ko'rinishlari nazarda tutiladi. Bu al-Mu'jam fi sarf degan demak kitobimiz bor. O'shandan shu ta'rifni olganmiz. Ya'ni bir bob desa, ya'ni misol uchun sulosiy mujarrad bobi, mazid bobi deyiladi. Mozi va muzori fe'lini birgalikdagi harakatlari, sukun demak asli harf va ziyoda harflarni sukunlari, harakatlari demak nazarda tutilgan bo'ladi. O'sha vazn ko'rinishi demak bob deyilar ekan. Misol fa'ala yaf'ilu bobi. Endi bu boblar fe'llarning asli va ziyoda harflari va ulardagi harakatlarni ifodalash uchun ishlatilinadi. Demak, ba'zi bir fe'llarimiz bor. Misol uchun bitta fa'ala yaf'ilu bobida bo'ladi. Ya'ni mozisi daraba yadribu misoli fa'ala yaf'ilu. Yani ba'zi fe'llarimiz bor, bir dona bobda ishlatilinadi. Ba'zi fe'llarimiz bor, bir nechta bobda. Misol hasiba yahsabu, misol muzorisi yahsabu ham, yahsibu ham bo'laveradi. Demak, shunda bu fa'ila yaf'alu bo'lib kelganda bir bobda, fa'ala yaf'alu bo'lsa, boshqa bobda demak turgan bo'ladi, boshqa bobda kelgan bo'ladi. Xo'p. Amr fe'li esa muzori fe'ldan yasaladi. Bu ishtiqoq fanni o'zi mavzusi hisoblanadi. Ya'ni bir buni anaqa ham nima ham qilgan edik, maqola. Ya'ni ishtiqoqni demak 3 turli, 3 bosqichli ishtiqoq bor. Ya'ni bunda misol uchun birinchi bo'lib masdardan mozi fe'li yasalsa, mozidan keyin muzori, muzoridan amr, ana shunaqa bosqichma-bosqich vosita orqali demak ishtiqoq qilish degan tushuncha bor. Ana shuning uchun demak amr fe'limiz muzoridan yasalgani uchun demak uni harakatlari, sukun harflarining harakati va sukunlari muzori fe'liga tobe. U bilan bir xil bo'ladi. Shu sababdan bu yerda bob deganimizda amr fe'lini demak harakatlarini nazarda tutmas ekanmiz. Chunki bu tobe muzorini demak o'sha fe'lni muzorisini bilsak bo'ldi, amrni ham bilishimizga demak yetarli bo'ladi, kifoya qiladi. Shu sababdan uni vazn jihatdan muzori fe'liga tobedir. Bu haqida o'z o'rnida to'xtalib o'tamiz. Quyida keladi hozir. Xo'p, asosiy fe'l boblari 22 ta. Qaranglar, bu yerda e'tibor bersak, asosiy deyapmiz. Hozir bu yerda keltirganimiz asosiy 22 ta bob. Bundan tashqari qanday boblar bor? Misol uchun mulhaq boblar bor. Mulhaq, ya'ni bir vaznga demak qo'shimcha qilingan, ilhoq degan bir ilib qo'yilgan, tobe qilingan degan ma'nodagi boblar bor, vaznlar bor.
Demak, bu narsani videoga kelinglar, shu videoga qo'shimcha qilib nima qilib ketamiz. Video ostida havolasini berib ketamiz. O'sha mulhaq boblar nima? Demak, internetdagi saytimizda buni maqola sifatida berganmiz. Mana bu yuqoridagi amr fe'lini ham, demak, ishtiqoqni, bosqichli ishtiqoqni ham nima qilib berganmiz. Internetdagi saytimizda bu narsani maqola qilib berganmiz. Demak, videoni ostida xudo xolasa qoldiramiz. Linkdan o'tib, demak, o'qib olishingiz mumkin bo'ladi qo'shimcha ma'lumot. Xo'p, demak, asosiysi demak 22 ta ekan. Biz endi boshlang'ich talabaga o'rgatayotgan bo'lganimiz uchun bu kitobda faqatgina o'sha 27 ta ikkitasini keltirishni o'zi bilan kifoyalanganmiz. Endi keyingi darajalarda talaba u mulhaq boblar, yana o'shaqa undan boshqa boblarni ham o'rganib boraveradi. Hop, bular 4 guruhga bo'linadi. Sulosiy mujarrad, sulosiy mazid, ruboiy mujarrad, ruboiy mazid. Bu demak fe'llar haqida gap ketayotgandi. Yuqorida o'tgan darslarimizda mujarrad, mazidlar nimaligini, sulosiy, ruboiylar nimaligini gaplashganmiz. Hop, demak ular haqida quyida to'xtalamiz. Hop, sulosiy mujarrad boblari. Mana 6 ta bob berilgan. 6 ta bob ular. Demak, mana al-avzan deganmiz, demak vaznlari. Bu yerda al-amsal, misollar. Bu yerda mana bob raqamlari. Demak, mozisi, muzorisi, amri va masdari. Ya'ni bu yerda masdarda hozir keltiramiz. Demak, mana bu misolda berilgan masdarni vazni ko'rsatilgan. Demak, fa'ala yaf'alu mozi muzorisini, demak, birinchi bobda harakatlar mozisida fa'ala, muzorisida yaf'ilu demak vaznda keladi. Bunga mana misol bo'lib doroba, yadribu, idrib. Bu yerda amri ham if'il bo'ldi, idrib bo'ldi. Masdari darbun. Hop, demak, xuddi shunday ikkinchi bobimizda masalan fa'ala yaf'ulu uf'ul bobi fa'lun masdar, ya'ni misolimizni masdari. O'zi asli har xil hamma fe'llar har xil vaznda keladi. Bu haqida o'zi quyida ham gaplashamiz. Hamma fe'l har xil vaznda keladi. Ya'ni bitta fa'ala yaf'ulu bobida aniq bitta dona masdar mana shu fa'lun vaznida kelmaydi. Fa'ala yaf'ulu bobida mana mozi muzorisi aniq bir xil, amri ham aniq bir xil muf'ul vaznda bo'ladi, chunki muzorisi bilan daga tobi dedik. Lekin masdari hamma bobda har xil bo'lishi mumkin. Ya'ni misolga qarab o'zgaradi. Mana nasara yansuru unsur nasrun. Boshqa fe'l bo'lsa fa'lun vaznida bo'lmasligi mumkin masdari. Uchinchi bobimiz fa'ala yaf'alu if'al fa'lun, mana'a yamna'u yamna man'un, fa'ila yaf'alu if'al fa'alun, fariha yafrahu ifrah farahun. Vaznini aytyapmiz va unga bitta misol keltiryapmiz. Fa'ila yaf'alu if'al fi'latun, na'ima yan'imu na'im ni'matun, fa'ala yaf'alu if'al fa'alat fa'alun, sharufa yashrufu shruf sharafun. Demak, talaba buni yodlab olsa, quyida o'zi sarf fanni asosi mana shu boblar bobida, demak, mana shu boblar atrofida demak olib boriladi. Asosiy mavzular shu sababdan buni yodlash shart bo'ladi talabaga. Xo'p, shu o'rinda yana bir qo'shimcha misol ma'lumot aytishimiz kerak. Bu yerdagi 6 ta bobni ketma-ketligi tartibi o'zimizni yurtlarda mashhur bo'lgan tartib. Ba'zi bir kitoblarda bundan boshqa tartibni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun mana ikkinchi bobimiz fa'ala yaf'ulu. Birinchi bob qilib ko'rsatiladi ba'zi kitoblarda. Va fa'ala yaf'ulu ikkinchi bob bo'ladi. Shunga ko'ra demak, bu tartibi muhim emas. Asosiysi mana mozisi, mana yuqoridagi bobni nima bob deganda mana ta'rif etganimizda fe'lning mozi va muzori bilan vazn ko'rinishlari nazarda tutilishini demak bob deyilgan. Demak, fa'ala yaf'ilu biz uchun muhim. Demak, raqami muhim emas. Chunki hamma kitobda har xil ulamolar demak har xil demak tartibda keltirishligisi mumkin. Keyin yana shu joyda yana bir narsa aytishimiz kerak. Bu uslubda mana fa'ala yaf'ilu deb raqamlab keltirish yana bir uslub. Hozir mutaqaddim ulamolar boshqacha tartibda buni ifodalashgan. Buni hozir endi quyida gaplashamiz. Endi mana biz bu yerda jadval berib oldik. Uni endi quyida ozgina buni tushuntirib sharhlab chiqamiz. Mana sulosiy mujarrad boblari 6 ta bo'lib, yuqoridagi jadvalda ularning har biri yoritilgan. Har bir bobga bittadan misol keltirilgan. Mana har bitta bobga bitta misol keltirganmiz. Yuqoridagi jadvalning alamsal ustunlarida, fe'llarning boblar kesimida mozi, muzori, amr vaznlari va misol sifatida bitta fe'l, misol sifatida berilgan bitta fe'l, masdarning vazni ko'rsatilgan. Alamsal ustunida esa avzanda bitta avzanda vazni berilgan ekan, alamsalda bo'lsa boblarga tegishli misollar o'rnining ishtiqoq qilingan masdarlar keltirilgan. Eslatma, sulosiy mujarrad masdar vaznlarining fe'lga nisbatan aniq qiyosiy qoidasi mavjud emas. Ularning vaznlari
yodlash orqali o'rganiladi. Demak, fa'ala yaf'ilu va bobidagi bitta fe'lni masdari aniq, misol uchun fa'lun yokida fi'lun boshqa bo'lib kelmaydi. Uni har bitta fe'l o'zini masdari bo'ladi. Uni yodlash orqali lug'at kitoblaridan bilib olamiz. Buni bildik. Masdari demak hamma fe'lniki har xil bo'lar ekan. Bundan boshqa boblarda unday emasda. Misol uchun sulosiy mazid yokida boshqa boblarda aniq qiyosiy demak qiyosiy deganimiz qoidali vaznlari mavjud. Ularni bir dona vaznini bilib olish orqali masdari qaysi ko'rinishda kelishini bilib olish mumkin bo'ladi. Demak, mujarradda bu ish imkonsiz. Sulosiy mujarrad bobidagi fe'llarni tahlil qiladigan bo'lsak, barcha mozi fe'llar bir xil vaznda kelayotganini ko'ramiz. Faqatgina ayn barobaridagi harfgina fathali, kasrali yoki zammali bo'lib o'zgarmoqda. Xolos, mana hammasi mana fa'ala hech qaysida ziyoda harf yo'q. Hammasi asli harflar. Faqatgina ayn barobaridagi harf fatha, kasra mana birinchi 3 ta bobda faqat fatha, keyingi 2 ta bobda kasra va oxirgisida zamma bo'lib keldi xolos. Demak, qaranglar. Mozi fe'lning mozisida ayn barobar fathali fa'ala bo'lgan fe'l muzorisi ayni 3 xil bo'ladi. Fatha, zamma, kasra bo'lishi mumkin. Mana mutaqaddim ulamolar o'zi eski oldingi kitoblarda mana shu kurs tartibda o'zi tushuntirilgan. Bob ko'rinishida tushuntirishmagan. Mana birinchi bob, ikkinchi bob qilib tushuntirishmaganda, mozisi mana sulosiy mujarradda bir fe'lning mozisi ayn barobar fatha bo'lsa, muzorisi 3 xil harakat bo'lishi mumkin. Hatto bitta dona fe'lni o'zini 3 xil harakati bo'lishi mumkin. Aynan mana shu doroba fe'lida ham to'g'ri muzorisida yadribu bor, demak yadribu, misol uchun yadrubu, yani xuddi shunaqa fa'ala bo'lsa fa'ula vaznida, fa'ila vaznida ham kelishi mumkin, tushunarlimi? Hasaba bo'lishi mumkin, hasiba bo'lishi mumkin, tushunarli? Bitta dona fe'lni o'zi ham har xil kelishi mumkin. Demak, fa'ala bo'lsa, demak muzorisda 3 xil harakat bo'lishi mumkin deyiladi bu yerda mana. Mozisi fathali bo'lsa, muzorisda 3 xil harakat bo'lishi mumkin. Mana ko'ramiz. Fa'ala, demak yaf'ilu bo'lishi mumkin, yaf'alu bo'lishi mumkin va yaf'alu ham bo'lishi mumkin demak. Lekin e'tibor bersak, mozisida bir xil turibdi. Tushunarli? Demak, bir dona mozisidagi harakat bitta bo'lsa, demak muzorisida 3 xil harakat bo'lishi mumkin. Lekin mana hozir o'qiymiz. Mozisida ayn barobar kasrali fa'ila bo'lgan fe'l muzorisida 2 xil fatha va kasra bo'lishi mumkin. Mana demak, bir dona fe'limiz fa'ila bo'lib kelsa, muzorisi yaf'ilu ham bo'lishi mumkin ekan. E'tibor bersak, bu yerda mana 2 ta bob qilib ko'rsatganmiz mozisini. Lekin hali yetganimiz mutaqaddim ulamolar buni bir dona hisoblashgan. Demak, mozisida bir xil ko'rinishda fa'ila turibdi, yokida fa'ala turibdi, muzorisi 3 xil ko'rinishi mumkin. Ya'ni biz hozir mozisini 3 ga bo'lib 3 ta bobga keltirganmiz-ku. Mutaqaddim ulamolar aytibdiki, bitta dona fe'l 3 xil ko'rinishi mumkin muzorisida deb, ha? Demak, mozisida endi qaranglar, yaf'aula qoldi bir dona, uni o'qiymiz. Mozisida ayn barobar zamma bo'lsa, fa'ula muzorisining ayni faqatgina zamma bo'ladi. Yaf'ulu. Demak, bilib oldik. Demak, bitta fe'lni mozisida fa'ala ko'rsak, demak muzorisi 3 xil harakat bo'lish ehtimoli bor. Mozisida fa'ila ko'rsak bir fe'lni, muzorisida 2 xil imkoniyat bor, ya'ni 2 xil ko'rinishi mumkin. Ya'ni bu fatha va kasra. Demak, mozisida fa'ula bo'lsa, aniq demak muzorisi uni yaf'ulu bo'ladi. Buni bilib oldik. Endi zoida harflar. Hop, yuqoridagi jadvalda fo, ayn, lom dan boshqa har qanday harflar ziyoda hisoblanadi. Muzoridagi yo, mana yaf'ulu deyapmiz-ku, shu demak ziyoda harf ekan. Amrdagi hamza vasliya, if'il yokida uf'ul deyapmiz. Masdardagi tamarbuta, ba'zi fe'llarimiz fa'latun, mana fi'latun vaznida, ni'matun vaznida turibdi. Demak, ular ziyoda harf ekan. Yuqoridagi sulosiy mujarrad boblarni yod olish uchun bayt ham mavjud. Mana qarang, fatha, kasra, fatha, zamma, fathaton, kasra, fatha, kasra, zammaton degan bayt bor. Shuni yodlab olish orqali yuqoridagi sulosiy mujarrad boblarini demak ayn barobaridagi harakatlarini yodlab bilib olish mumkin. Hop, qaranglar, bu mana endi bayt bitta sharhlaydigan bo'lsak, baytda sulosiy mujarrad mozi va muzori fe'llarning ayn barobaridagi harakatlar bayon qilingan. Baytda amr fe'llari tilga olinmagan, chunki ular muzori fe'liga tobe. To'g'rimi? Muzorisini bilib olsangiz, fe'li amri aniq bir xil bo'ladi. Demak, harakatlari u bilan bir xil hisoblanadi. Shuningdek, fe'llarning masdar ham turlicha bo'lgani uchun demak baytda kiritilmagan.
Paytga fatha kasra deganda mana birinchi mana fatha kasra deyildi. Bundan murod nima desa, birinchi bob mozisi fathali, muzorisi zammali ekani tushuniladi. Ya'ni ayn barobar. Mana mozisida fa'ala turgan bo'lsa, fatha kasra deyildi. Demak, birinchi bobni ayn barobar fathali, demak, muzorisini ayn barobar kasrali ekanini tushunamiz. Fatha kasra deyildi. Endi bu yerda qolgan harakatlar inobatga olinmadi. Nimaga? Chunki qolgan harflar harakatlari bir xil. Shu sababdan harakat va sukunlari bir xil bo'lgani uchun. Endi fatha zamma deganda ikkinchi bob mozisi fathali, muzorisi zammali ekani tushuniladi. Ya'ni ayn barobar. Demak, fa'ala yaf'ulu ekani tushuniladi. Ayni barobar mozisida fatha, muzorisida zamma. Fathaton ikki fatha degan ma'noni bildiradi va uchinchi bob mozisi ham muzorisi ham fathali ekanini bildiradi. Demak, uchinchi bob fa'ala yaf'alu bo'ladi, to'g'rimi? Endi ikkinchi misradagi kasra fatha degani 4-bobning mozisi kasrali, muzorisi esa fathali ekanini bildiradi. Fa'ila yaf'alu ekan. Endi kasra deganimiz 5-bob mozisi muzorisi kasrali, fa'ila yaf'ilu ekanini bildiradi. Zammaton ikki zamma degan ma'no bildiradi. 6-bob mozisi ham muzorisi ham ikki zammali, fa'ula yaf'ulu ekanini bilib olamiz. Demak, shuni yodlab oldik. Fatha kasra, fatha zamma, fathaton, kasra fatha nima edi? Keyin fathaton, kasra fatha, kasra zammaton desak nima bo'ladi? Shu barcha nimalarini bilib olgan bo'lamiz. Yodlab olishga oson bo'ladi. Bu mnemonika uslubiga ham to'g'ri kelsa kerak o'zi. Demak, sulosiy mazid va uning vaznlari, endi shular haqida gaplashamiz. Sulosiy mazid bu sulosiy mujarradning masdar va fe'llariga ziyoda harflar orqali, demak, harflar qo'shish orqali yasalgan vaznlar. Qarang. Demak, biz yuqorida 6 ta bobni o'rgandik. 6 ta demak turli fe'llar bo'ldi. Ana o'shalarga bir qo'shimcha harflar qo'shsak nima bo'ladi? Qo'shimcha ma'no bo'ladi. O'zi asli bu yerda ma'no haqida quyida keladi. Albatta har bitta qo'shilgan ziyoda qilingan harf demak o'zining alohida ma'nosi mavjud. Misol uchun fa'ala bo'lib turuvdi, bitta fe'l fa'ala bo'lsa, demak qo'shimcha ma'no ifoda etadi. Misol uchun o'zbek tilida ham urdi bilan urishdi farqi bor, to'g'rimi? Urishdini farqi bor. Demak, ish qo'shimchasi demak qo'shilsa, demak qo'shimcha ma'no ifoda etadi. Xuddi shunga o'xshash arab tilida ham demak ba'zi bir harflar qo'shilsa, nima bo'ladi? Demak, qo'shimcha ma'no kasb etadi, fe'l yoki masdar. Xo'p. Sulosiy mujarraddagi bir fe'l maziddagi qaysi vaznlarda kelishi lug'at kitoblaridan o'rganiladi. Endi qaranglar. Demak, mana bu yerda 12 ta fe'l bor. Qaysi sulosiy mujarradda mana 6 ta bob fe'l edi. Misol deylik, bitta dona daraba yadri bu fe'li, mana shu 12 ta bizda turli mazidlar bor. Demak, bitta harflar qo'shish orqali yasaymiz dedik, mana shu 12 ta. Endi qaysi fe'l hammasida bitta fe'l 12 xil mana shu hammasida keladimi desa yo'q. Hammasida kelmaydi. Ba'zisida keladi bitta fe'l, misol uchun daraba yadri bu af'alada fa'alada kelishi mumkin. Qaysisida keladi, hammasida ham kelmaydi. Har bitta dona fe'l har bitta vaznda, har bitta ko'rinishida mazidda mavjud emas. Chunki uni qayerdan bilamiz? Lug'at kitoblarida, demak, qanday ifoda nima iste'mol qilinganini lug'at kitoblari orqali o'rganiladi. Sulosiy mazidning demak 12 ta vazni mavjud bo'lib, quyidagi jadvalda yoritilgan mana. Demak, mana af'ala yuf'ilu vazni, amra demak af'il, masdar if'alun. Mana bunda masdarlar bor-ku, aniq qoidaga asoslangan bo'ladi. Ya'ni af'ala vaznidagi af'ala yuf'ilu, ya'ni sulosiy mazidning birinchi bobidagi af'ala yuf'iluda asosan masdari if'alun vaznida keladi, tushunali. Unga misol mana akrama yukrimu akrim ikramun bo'ldi. Demak, fa'ala yuf'ilu fa'il taf'ilun, sarrafa yusarrifu sarrif tasrifun. Mana bitta aytyapmiz va bitta vaznni tushuntirib, bitta unga misol keltiryapmiz. Fa'ala yuf'ilu fa'il mufa'alatun, daraba yudaribu darib mudarabatun, ifta'ala yafta'ilu ifta'il ifti'alun, iktadaba iktadibu iktadib iktidabun, infa'ala yanfa'ilu infa'il infa'alun, insarafa yansarifu insarif insirafun. Mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, hozir yana quyida yana batafsil gaplashamiz. Ba'zi fe'llarga mana sulosiy mujarradda fa'ala edi, mozisida
bitta harf af'ala ham qo'shyapmiz. Ba'zan mana ikkilantiryapmiz bitta harakatni. Ba'zan ikkita mana hamza va t ni qo'shyapmiz, ifta'ala. Demak bitta, ikkita, uchta harf ziyoda bo'lishi mumkin ekan. Hozir buni quyida ham gaplashamiz. Demak if'alla yaf'allu if'alla if'ilalun, ihmarra yahmarru ihmarra ihmirarun, if'alla yaf'allu if'alla if'ilalun, ihmarra yahmarru ihmarra ihmirarun, tafa'ala yatafa'alu tafa'al tafa'ulun, tasarrafa yatasarrafu tasarraf tasarrufun, tafa'ala yatafa'alu tafa'al tafa'ulun, tadaraba yatadarabu tadarab tadarubun, istaf'ala yastaf'ilu istaf'al istif'alun, istakhraja yastakhriju istakhrij istikhrajun, if'ala yaf'alu if'alu if'alun, if'alun, ihdawdaba yahdawdibu yahdawdibu tahdidabun, if'ala yaf'alu if'alu if'alun, ijlawaza yajlawazu ijlawazu ijlawazun. Talaba bu vaznlarni yaxshilab yodlab olishi lozim, chunki sarf fani aynan mana shu demak fe'llar va ularning vaznlari borasida boradi. Agarda hozir talaba kitobni boshida mana shu demak jadvalni qilib yodlab olmasa, bu quyida tushunishi juda qiyinlashadi va sarf fanni yaxshi o'zlashtira olmaydi. Shunga o'xshab hozir mana bir nechta mavzularda muhim asos bo'lgan, fundament bo'lgan, demak shunaqa yodlashimiz uchun lozim bo'lgan narsalar bor, jadvallar, fe'llar. Shuni bitta yodlab olsak, sarf fani oson kechadi biz uchun. Demak, endi bittadan tushuntirib chiqamiz. Sulosiy mazid fe'l vaznlari 3 qismga bo'linadi. Qaranglar, 1 harf ziyoda qilingan fe'llar, 2 harf ziyoda qilingan fe'llar, 3 harf ziyoda qilingan fe'llar. Yuqorida aytdik buni. Misol uchun mana 1 harf ziyoda qilingan fe'llar bu qismga af'ala, fa'ala, fa'ala vaznlari kiradi. Mana af'ala vaznida hamza ziyoda qilingan. Mana o'zi mana fa'ala bori, to'g'ri, fa'ni harakat sukunga o'zgardi, lekin demak hamza ziyoda qilindi. Biz bu yerda hozir faqat ziyoda harflar haqida gaplashamiz. Endi harakatlari ayn barobar o'zgargani, sukunlar o'zgargani, endi demak har bitta bobni vaznini yodlab olish orqali bilinadi. Bu haqida biz to'xtalib o'tirmadik, demak har bitta vaznda o'zgargani uchun. Demak hozir faqat ziyoda harflar haqida gaplashib chiqamiz. Muzori shaklida ushbu hamza tushib qoladi. Bu holatning sababi o'z o'rnida tushuntiriladi. Bu muzori fe'lda tushuntiramiz buni o'z o'rnida. Hozir faqatgina vaznni yodlab olaylik. Bizning maqsadimiz hozir faqat vaznni yodlatib olish. Uni ichiga keyin kiramiz. Tushunarli? Mana eslatma, har bir mazid vaznidagi ziyoda harf ma'lum bir ma'noni kasb etish uchun kiritilgan bo'ladi. Mana hali gap shunchaki eslatma beryapmiz. Boshlang'ich talab bo'lgani uchun har birining ma'nosi haqida to'xtalmadik. Buni ma'nolarini tushunish uchun nahv fani va umuman boshqa fanlardan ham demak jumla, yana shunaqa narsalardan talabani xabar bo'lish kerak. Buni bittada tushunishga qiynaladi. Hozir hali jumlani o'rgatmadik-da talabaga. Faqatgina so'zlarni o'zini yasashni o'rgatyapmiz. Hali oldin jumlalarni o'rganib olsa, keyin o'sha jumladagi ma'nosini keyin o'rganadi. Fa'ala bu vaznda kalimaning ayni ikkilantirilgan. Ya'ni fa'ala edimi? Endi fa'ala deb yana bitta ayn barobariga harf qo'shildi. Ya'ni sukunli endi harf qo'shilgan. Ba'zi ulamolar harakatli qo'shilgan deyshadi. Harakatli bo'lib turib uni tashlab keyin idg'om qilingan deyshadi. Yokida sukunli harf, ya'ni ikkita ayn qilingan, birinchisi sukunli, keyingisi harakatli. Sarf fanida hali yana qoidalar keladi. Ikkita bir xil harf, birinchisi sukunli, keyingisi harakatli bo'lsa, uni bir-biriga ichiga idg'om qilish lozim bo'ladi, vojib bo'ladi. Vojib deganimiz albatta sarf fanidagi demak nahv arab tilidagi demak lug'aviy vojib tushuniladi, shar'iy vojib emas. Demak bir-biriga idg'om qilinadi va shu bilan mana fa'ala so'zi hosil bo'ladi. Masdariga esa ta va yo ziyoda qilingan. Ya'ni taf'ilun deyildi, to'g'rimi? Taf'ilun, mana tepaga chiqaylik. Mana taf'ilun, ta bilan yoy ziyoda deyilyapti. Demak fa'ala vaznida alif ziyoda qilinadi. Masdarda mim va alif va ta marbuta. Mana fa'ala yufa'il, mana alifimiz ziyoda. Fa'ala yufa'ilu fa'il mufa'alatun. Alif la tuni ziyoda deyilyapti. Endi ikki harf ziyoda qilingan fe'llar. Bu guruhga in fa'ala, ifta'ala, if'alla, tafa'ala, tafa'ala vaznlari kiradi. Demak, ifta'ala vaznida hamza vasli va ta ziyoda qilingan. Izoh: barcha hamza vasliya bilan boshlangan fe'llarning masdarida oxirgi harfdan oldin alif qo'shilgan bo'ladi. Bu mana bu qoidamiz, qarang.
bir ifta'ala, infa'ala, if'alla, if'ala, istaf'ala, if'av'ala, if'avvala hammasiga tegishli. Ruboiy mazidda ham xuddi shunaqa fe'llar bor. Demak, hammasiga demak oxiridan oldin bitta lom ziyoda qilingan ekan masdarida. Mana la bo'lib tugayapti. Istif'al, isti'al har demak. Keyingisi infa'ala vaznida hamza vasliya nun ziyoda qilingan mana in. Tafa'alada ta ziyoda qilingan, ayn barobar ikkilantirilgan. Mana ayn bilan ta. If'alada mana o'zi shunda o'qib qo'ysak ham bo'ladi. Hamza vasli va lom ikkilantirilgan. Lom barobarda ikkita harf bo'ladi. Ikkita, ya'ni bir xil harf. Tafa'ala vaznida ta ziyoda qilingan, alif ziyoda qilingan. Endi 3 harf ziyoda qilingan fe'llar: if'ala, istaf'ala, if'av'ala, if'avvala. Demak, if'alada demak hamza vasli, alif va lom barobar ikkilantirilgan. Mana ikkita harf ziyoda qilingan, oxirsida ikkilantirilgan. Bitta harf 2 marta qilib qo'yilgan. Istaf'alada mana i, s, t ziyoda. If'av'alada hamza vasli, vav va ayn barobardagi yana bitta ziyoda qilingan. Ayn barobari yana bitta bor. Yana bitta harf qo'shilgan bu yerda. Xo'p, endi if'avvalada fa hamza vasliga va vav. Mana bu yerda ikkita vav ziyoda qilingan, Vav ikkilantirib turib ziyoda qilingan. Xo'p, endi ruboiy mujarrad. Ruboiy mujarrad bitta vaznda keladi. Bu yerda ya'ni o'zi yuqorida ham gaplashgan edik. Bitta lom, ya'ni 4-harfi ham ziyoda bo'lgan. 4 harfi ham asli degan edik. O'sha 4 harfni ifoda etish uchun bitta lom qo'shamiz degan edik. Demak, yana bitta lom qo'shilgan. Buni ifoda etish uchun masdarida ta marbuta ziyoda qilingan. Fa'ala, ifa'alilu, fa'lil, fa'lalatun. Mana ta marbuta ziyoda. Mana bu ikkita lomimiz asli harf albatta. Lekin sulosiy mujarradda yo'q edi deyilmoqchi. Endi ruboiy mazid vaznlari ham xuddi shunday sulosiy mazid singari ruboiy mujarradlarga harflar ziyoda qilish orqali yasaladi. Demak, ruboiy mujarrad bor edi, endi harf qo'shib endi mazidini yasaymiz. Albatta bular ham o'z ma'nosiga ega. Hop, 3 ta vazni bor bular. Mana tafa'ala, yatafa'alalu, tafa'alal, tafa'alulun. If'anlala, yaf'anlilu, if'anlil, if'illalun. Ibron shaqo misollarni aytamiz. Tadahroja, tadahraju, tadahroj, tadahrujun. Demak, bu ibron shaqo, ibron shaqo, ibrin shaqun bo'ldi. If'alal, yaf'alillu, if'alilla, if'illalun. Iqsha'arra, yaqsha'iru, iqsha'irra, iqshi'rarun bo'ldi. Demak, bularni ham bitta-bitta tahlil qilamiz. Demak, tafa'alada t ziyoda, if'anlalada demak hamza vasliya va nun ziyoda. Mana bir harf ziyoda qilingan edi, bunda 2 harf ziyoda qilindi. If'alallada demak hamza vasliya va lom barobari ikkinchi lomi ikkilantirilgan oxirgi lom. Eslatma: jadvalda berilgan sulosiy, mazid va ruboiy boblarning masdarlari asosiy masdarlar hisoblanadi. Mana biz bergan tafa'ulun, if'illalun bular asosiy masdarlar. Hop. Ya'ni aksar holatda fe'llarning masdari shu vaznlarda bo'ladi. Buni yuqorida ham aytdik. Boshqa masdarlari ham bormi? Bor. Sanoqli masdarlari bor, lekin asosan qoidaga asoslanib shularni yodlab olish orqali bilsak, demak qoidasini yana keyin tushuntiramiz. Demak, asosan shu demak fe'llar af'al yuf'iluma masdari asosan if'alun vaznida keladi asosan. Quyidagi jadvalda yuqoridagi barcha boblarga sahih va mu'tal fe'llar kesimida misollar keltirilgan. Hop, mana bu yerda o'sha jadvalni ko'rishimiz mumkin. Mana kitobda endi yollamachasiga to'g'rilab qo'ydik. Kitobda demak yollamacha berilgan. Biz hozir ekranga to'g'rilab oldik. Mana bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Al-arqom degan, ya'ni nima boblarning raqamlari 1 2 3 4 5 6 mana mazidda 12 ta, mujarradda ruboiy mujarradda bitta, ruboiy mazidida 3 ta. Demak, vaznlari mana fa'ala yaf'ulu barchasini mana vaznini berib chiqdik. Mozisi va muzoriyisini birgalikdagi vaznlari. Ya'ni boblarni, vaznlarini keltirganmiz. Vazn deganda yuqorida ham aytgan edik, demak fe'lni mezon harflari bilan berilgan ko'rinishi edi, to'g'rimi? Fe'l mezon harflari bilan ifoda etilgan ko'rinish. Xo'p. Sahih mana daraba, nasara, mana'a, hamida. Mana e'tibor bersak, mana nasaroni demak muzorisi qanday bo'lar ekan? Buni mana jadvaldan bilib olamiz. Yaf'ulu, ya'ni yansuru bo'ladi. Demak, na'imani muzorisi yan'imu bo'lar ekan. Hamidaniki yahmadu bo'lar ekan. Mana bilib olamiz. Sharufaniki demak doim yashrufu bo'ladi. Demak, bu yerda biz shunchaki mozisini harakatlarini, mozisiga bitta misol aytgan bo'lsak, muzorisini o'zingiz yasab olasiz. Mana bu yerda muzorisi qanday bo'lishi aytilgan. Mana demak muzoafga farra, radda, abba, habba.
Kitob davomida bular haqida bitta-bitta to'xtalamiz. Yuqorida qisman ularga tushuntirish bergan edik, to'g'rimi? Misol mana vovlisi, yolisi, yasara, vasaba, vassoi, vadaa, vadda, varisa, vadroya. Yabisa, yaisa, ana shular berilgan. Ajvaf, yoli, vovli, ba'a, qola, afa, xoifa, xofa. Demak, noqis mana vovlisi, yolisi, rama, da'a. Lafif maqruq, lafif maqrun. Yoli vovlisi, hayya, qoviya, shava. E'tibor bersak, mana qoviyada nega yoy qatnashyapti-ku, vovli degansiz desa, endi buni aniq o'zi asli vovli bo'lgan bu, lekin mana shava fe'limizda asl yoli bo'lgan. Bitta aniq xolis bitta vovli fe'l topish qiyin bo'lgani uchun aralash bo'lsa ham berib yuborilgan, chunki bu qiyin. Mana allafiful mafruqda ham mana alvavi, alyai, valyai deb qo'yganmiz, to'g'rimi? Bunda ham alohida xolis vovli, alohida xolis yoli fe'l mavjud bo'lmagani uchun berib yuboraverilgan bitta qilib. Vaha, mana vajiya, valiya, bunda vav ham bor, yo ham bor. Endi mahmuz mana kalimalar alfa, ayn, lam, ya'ni mahmuzul lam, mahmuzul ayn, ya'ni fa barobarida hamza qatnashgan, ayn, lom barobarida hamza qatnashgan kalimalarga misol, mana ata, va, jaa, akhadha, sa'a, aba, sa'ala, ana shularga demak misollar berildi bitta-bitta. Buni dars hali kitoblarimiz davomida, darslarimiz davomida bitta-bitta sarflab, tushuntirib, qoidalarni tushuntiriladi. Talabalar buni bitta-bitta yozib, demak mashq qilib bajarishadi hali. Demak, sulosiy mazidga mana bitta misollar, mana af'al, akrama, a'ada, aysara, avjaba, araba, ana shularga bitta-bitta berilgan barcha mana fe'llarga. Endi chiziqcha qo'yilgan joylarida u bobda fe'l umuman mavjud bo'lmasligi mumkin yoki shunchaki keltirilmagan bo'lishi ham mumkin. Tushunarli? Aniq bu yerda chiziqcha qo'yildi deyilgani bu yo'q umuman degani emas. Mavjud bo'lish ehtimoli ham bor albatta. Endi mana ruboiy mujarradga mana dahroja, sorsaro, vasvasalar mazidiga keltirildi. Tushunarli? Demak, shu bilan mana jadvalni ko'rib chiqdik. Endi bu yerda mashq berilgan quyidagi kalimalarni af'al vazniga soling. Mozi, muzori, amr va masdarlari bilan birga mana yuqorida biz demak vaznlarni qanday bo'lishini o'rganib chiqqanimizdan keyin talaba o'zi sola olishi kerak. Mana doroba, sami'a, shariba, daxola. Demak, mana istaf'alani vazniga sol deyilyapti. Quyidagilarni tafa'ala vazniga sol, quyidagilarni fa'ala vazniga sol deb buyruqlar berildi. Ana shuni talaba bajarib, xohlasa daftarga bajaradi, xohlasa bizni sarf asoslari kitobimizga demak ilova qilingan sun'iy chatbotimiz mavjud. Ana o'sha chatbotga jo'natib, mana nima 36-betdagi mashqni bajaraman, sen tekshirib ber desa, chatbot bu yechib jo'natilgan misol mashqlarni tekshirib ham beradi. Shunday imkoniyatlar bor. Xo'p, demak shu yerda darsimizni tugatamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.